Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyada sizi qacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyamızın mavzusu mındaq. Birinci leksiyamızın mavzusu mındaq. Beycan, Avrupa İttifaqının Dalai Lama'nı kütüp alğanlığa təhdis edip qarab durmayımız dedi. Mavzulu xəbər. 9-cu ayının 20-ci günü Amerika avazının Xitay tili programı ilan qılın. Xəbər mındaq başlandı. Tibet'nin manevi daisi Dalai Lama yakında Avrupa İttifaqı parlamentini ziyaret kılgan mezgilde alayda kütübeliş müyəssər oldu. Avrupa İttifaqı parlamentinin başlığı Şortdis ve Taşqi İşlər Komiteti Taşqi İşlər Komiteti əzalarının qarşı erişdi. Cungu Taşqi İşlər Ministerliğinin bayanatçısı Lokan, haftanın birinci günü 9-cu ayının 19-cu gün bayanat ilan qılıb, muxbirlarını kütübeliş yığını da mündaq göstərdi. Avrupa İttifaqının bu hareketi Avrupa İttifaqının Tibet'e münasibetlik meseleler doğrusudaki meydanıga ve Cungu'ya bəgən vədisi xilaf deb göstərdi. O yani bu iş doğrusu da Cungu taraf cim durmaydı deb göstərdi. Xəbərlər əsaslanğanda Cungu taraf Avropa parlamenti Cungu'nu ziyaret qilish ömükünün fəaliyyətini şu eş tüpəyli to'sitib qo'ygan. Cungu'nun yani keyin qandaq o'ch oladiganligi to'g'risida hozirgacha ma'lumot yo'q. Amerika Birleşme Agentligi mundaq ko'rsatdi. Dalai Lama bu qatam Avrupa İttifaqını ziyaret qilib, a'zo davlatlarning kollektiv nishonga izlanayotganligini, o'xshashla har qaysi a'zo davlatlarning o'zlarining madaniyat an'anasini saqlab qolayotganligini madihladi. Bu orqali Dalai Lama Tibet'nin Cungu'nun ichki qismida mavjud bo'lib turish şəklinin nimeden direk beridiğallığı doğrusu da bişaret bəd. Dikkat vatandaşım, bir yerde Amerika Qoşmuş Ştatlarının Birleşme Agentliği ahırkı bir abzası nimedeydi dikkat kılın vatandaşım. Amerika Birleşme Agentliği mındaq göstərdi. Dalai Lama bu qatim Avrupa İttifaqını ziyaret qilib, a'zo davlatlarning kollektiv nishonga izlanayotganligini o'xshashla har qaysi a'zo davlatlarning o'zlarining madaniyat an'anasini saqlab qolayotganligini madihladi. Bu orqali Dalai Lama Tibet'ning Cungu'nun ichki qismida mavjud bo'lib turish shaklining nimadan derak berdiganligi to'g'risida bishorat berdi. Biroq Dalai Lama nima desin, Cungu hukumati Dalai Lamani hozirgacha bir bo'lgunchi deb atab keldi. Shundaqla bo'g'ay, hurmatli vatandoshim, Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashma Agentlik bu qatim Dalai Lama Avrupa İttifaqini ziyorat qilgan ikki narsani nima deyiladi? Biri Avrupa İttifaqı a'zo davlatlarning o'rtaq bir nishonni ko'zlayotganligini, ikkinchisi Avrupa İttifaqı a'zo davlatlarning o'zining an'anaviy madaniyatini saqlab qolganligini madinlabdi. Buni Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashma Agentligi nima deb tushundirdi? Dalai Lama bir narsadan bishorat beryapti. Ya'ni bundan keyin Tibetning Cungu'dagi mavjudlik shaklimi xuddi shuningga o'xshash bo'lishi kerak demoqchi bo'lyapti deb bishorat berdi. Buningda aytganda biz shuni ko'ramizki, hozir Dalai Lamaning o'tganda sizlarga so'zlaganimizda Avrupa İttifaqidagi davlat qurish to'g'risida Cungu taklif berganligini eg'iz elib o'tgan edi. Bu qatim ham Avrupa İttifaqini ziyorat qilganda dal yana shu narsada bishorat beribdi. Demak, bundan qaraganda Dalai Lama'nın bu yo'li agar o'ttir yo'l siyosiy deyildigan bo'lsa, biz Dalai Lama'nın mushu shaklli Avrupa İttifaqı a'zo davlatlar shaklidagi o'ttir yo'l siyosatini qo'llaymiz efendiler. Xabarda Dalai Lama'nın sözlerinden nakil keltirip mundaq ko'rsatildi.
Yevropa İttifaqı Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti quruluş xarakterlik tanqidlab turishi lozim. Bunda qilish ba'zi chog'larda zarur. 9 ayning 19 Jungoning bayonot e'lon qilib bunda ko'rsatdi. Tibet masalasi Jungoning jonijon manfaatiga chetishdi. Qiziq gap bu. Tibet ayrim rayon tarixdan bir ayrim rayon, ayrim millat, ayrim madaniyat, ayrim til, ayrim din. Bu nimasinin jonijon manfaating bo'lib qoldi mustamlikchilar. Mustamlikchi hukumat, Xitoy hukumati bu sening nimas jonijon manfaating bo'lib qoldi. Jungoning milliy hissiyatiga chetish masalasi. Jungoning milliy hissiyati mustamlikchilik hissiyatimi? Zo'ravonlik hissiyatimi? Başqa aciz millatlarni besib olish va ularning davlatini o'zining territoriyasiga qo'shib olish hissiyatimi? Bundaq hissiyat hozir dunyoda tugadi. Hozir dunyoda tugadi. Rossiya agar shunday hissiyatlarni qilayotgan bo'lsa, chidamayotdi. Burunqi Rossiya Sovetlar ittifoqiga qaytib ketish uchun qilyotdi bu yo'lni. Seni vaqtida sen bu Jungolikning hissiyatidir, milliy hissiyatidir. Bu qanday hissiyat? Tajovuzchilik hissiyatimi? Hissiyatga chetish masalasi. Jungo hukumati milliy bo'lganchilik qat'iy qarshi turdi. Jungo hukumati milliy bo'lganchilik qat'iy qarshi. Dalay Lamaning har qanday salohiyat va har qanday nom bilan har qanday davlat va har qanday tashkilotning oldiga berib, Jungo qarshi bo'lganchilik bilan shug'ullanishiga qat'iy qarshi turdi. Xo'sh, bo'lganchi nima? Jungo qo'rg'uluq Gomindang degan hukumat bor edi. Uni tashlab etib, Gongchandang degan hukumat qurdi. Bu bo'lgunchilikmi emasmi? Masalan, Gomindang degan Tayvanga qo'g'lib etib, sizlar Jungoda hukumat qurdingiz. Bo'lgunchilikmi shu? Biz azaldan shuni deb turyapmiz. Shuning o'zi bo'lgunchilik. Bo'lgunchilik faqat bir millat ichidagi narsa. Bo'lgunchilik. Millatning sirtidagi ikkinchi bir millat bilan bir millat o'rtasida siyosiy munosabatlarni uzib tashlash bu hargiz milliy bo'lgunchilik emas. Dalay Lama bilan uchrashish ham qarshi turdi. Bayonotchi bunday ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi bilan Jungoning munosabati tez taraqqiy qilish bosqichiga kirdi. Ikki davlat parlamenti kelgusida yaxshi uchrashishlar bo'ladi. Yevropa Ittifoqi tarafdan ba'zi kishilarning maydonini o'zgartib, amaliy tadbir qo'llanib, salbiy ta'sir paydo qilishni tugatishini umid qilamiz deydi. Mana bu gap endi bir logika siyosiy mantiq degan bir ancha-muncha bir mantaqalarga logikali qurilma bilan so'zlanmasa, uning kishilarni qoyil qilish kuchi bo'lmaydi, apandilar. Masalan, buning o'zi Lukaning qilayotgani faqat chandurib qo'ymasdi. Men aytyapman, Dalay Lama men qiyos qilib so'zladim, faraz qilib so'zladim. Dalay Lama 81 yoshga kirdi, u Tibetga qaytishi kerak. Hozir Jungo hukumatimiz dal shunga tayyorlik qilyapti. Bilib turibmiz, ko'rib turibmiz. Biroq bu yerda Lukan qatorliq bayonotchilar buni chandurmaslik uchun uni ayblab, buni ayblab bayonot e'lon qilyapti. Masalan, eng oddiy bir misol Chin Chuango degan Tibet sekretari, Tibetning partiya sekretari Xinjiangga yetkeldi, Uyg'uristonga yetkeldi. Buna sababi nima? Dalay Lama Lixasa qaytdi ekan, uzundan beri Dalay Lama qarshi faoliyat qilgan Chin Chuango Tibetga yetkilib ketish kerak. Bu demak Dalay Lamaning Lixasa qaytadiganligining yana bir bishoratidir. Bishoratlar to'la. Vatandoshlarım biz sizlarga bunday bishoratlarni birma-bir so'zlab beramiz.